Aka-ukalar, originallaridan so'ragan obunachilarimizga Xudo xolasa bugungi yangi partiyalar Saydullo akamizdan. Assalomu alaykum. Rustamjon kanalining ashaddiy obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari va nasldor zotli bo'zak ishqibozlari. Qadrdonlar, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroydamiz. Xudo xolasa sizlar uchun bugungi yana yangi partiyalar kelgan, sifati, sorti, zoti ma'qul kelsa aka-ukalar, narxi ma'qul kelsa eng qizig'i Xudo xolasa telefon qilaverasizlar, imkon qadar ishni bitiramiz. 24 soat aloqadamiz. Qo'ldan kelganicha aka-ukalar. Like bosib, poddeshkani qilib turavering. 28-iyun 2026-yil ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz, kelib ko'raman deganlarga lokatsiyalar tashlab berilaveradi. Faqat bir donadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turavering. Assalomu alaykum. Rustamjon, va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi, hurmatli obunachilar? Hop, Rustamjon kanalining ashaddiy obunachilari. Hop, mana shu yerda bir buqaga tayyor, o'tkaz 100% kirgan obunachilarimiz bor. O'ta ideal, sifatli. Hop, narxi birinchi o'rinda oluvchiga, bozorga, ijtimoiy tarmoqlarga solishtirib ko'rib olishaveradi. Imkoniyat darajasida qulay qilib beramiz. Ammo mollarda o'ta go'zali. Imkon bo'lsa bitta-bittadan like bosib, Telegram gruppaga jo'natib tursa xursandmiz, ha? Gap yo'q. Qaysi tomondan boshlaymiz? Kattalardan boshlaymiz. Hammasini, har birini yema ochma sinovdan o'tdimi? O'tdi. Yana bir hafta sinov olishadi. 7-sini joni Allohga tavakkal har doim aytamiz. Xo'p, dastlabki xizmatlar? Vodiy bo'ylab bepul uka. O'zimizda texnika bor, imkoniyat darajasida bepul olib borib beramiz. 100%. Vodiydan tashqariga kelishilgan holatda. Bo'ldi, hisob. Endi masalan, hammasini bir joyga olaman deysa, Samarqandgacha bir kishi olsa yetkazdirib beraveramiz. Chunki o'zimiz texnikamizda o'zimiz yoqilg'isini quyib, bunday qilaylik. Hech bo'lmasa bo'zaylar tomonidan bir kishi olsin, ha? Nima deysiz? Unda ham bo'laveradi. Aytilgan narxda olinsa o'zimiz yetkazdirib beramiz. Chunki hozir bir kishiga pul bersa ham bo'lmay qoladi, ha? Shunday. Xo'p, ketdik. Qochmaga tayyorlari, rossiyskini zo'rlari, sutga ishlaydi deganlar. Joning sog'. Xulqi o'ta zo'r molni. Ularning sut yo'nalishini moli. Lekin korpusi o'ta go'zal. Mol 1 yoshdan o'tgan, buqaga tayyor Rustamjon. Mol kemagan joyi yo'q, xudo xolasa biz. Mana shu mol tush qismini ham olib berasiz. 1.24, 1.23 chiqyapti. 1.20 plyuska olishaversin. Ko'krak kengligini ko'ring. Men qiziq hali buzoq tushdi. Tushmaydi. Hali bo'zaga. Buni tavsiya qilamiz. Avgust oyiga o'tib, buqaga qo'yish, tosh-toshga haydab tur. Tavsiya qilamiz. Sababi yana bo'y cho'zadi, ves oladi, mana qarang. To'ppa-to'g'ri. Yoshi, vesi, bo'yi to'g'ri kelib oladi. Albatta. Ana shunda keyin kutilgan natijani xudo xolasa beradi. To'g'ri. Oq tuyoq, stagan tuyoq variantdagi mol haqiqatan ham go'zal. Buni 22-21 deb uzoqdan kelmaymiz. 20 millionga xayri sunnatiga ozgina savdosi bor. 20 million so'm ozgina savdosi bor. Buni endi hali vahima aytib kerak yo'q. Hali obunachilardan negativ bo'lib qolmasin, ammo yedish o'ta zo'r. O'ta ideal. Bitta bonus qilib bering. Yengil qilib. Rustamjon 19 million 800 mingga olishsin. 19 million 800. Vodiy bo'ylab dastavkasi ham meni bo'ynimda. Haydab. Qovozlariga aka-ukalar 19. Arqonga o'rgatib qo'ydim ukamol. 800 ming so'm. Qarang, mol kelmagan joyi ham yo'q tamom. Arqonga o'rgatilgan. Vahshiy molni qarang. Bor ya. Janavar. O'ta ideal. Haydab. Ozroq savdosi bor xayri sunnatiga. Kimgadir siz aytganda bo'yi basta, narxi ma'qul kelsa telefon qilishaveradi. To'ppa-to'g'ri. Vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bepul. Ammo mol xulqida bo'lsa ham mol o'zimizga aytadi. Mol o'ta zo'r. Keyinginasi, bu ham rossiyski. Turishlarni qarang. Bu endi o'ta bo'lajak, qarang. Tilla rangida. Ostini qarang. Vahshiy zo'r. 1 yoshlik go'dak hali. 1 yosh atrofida bu. 1 yosh atrofida bu. Buni bo'ylarini bitta ko'rsatamiz. Xosh. To'pqoncha ekanda. Sal ayol kishi qaragan mol shekilli. 1.20 Rustamjon. Lekin tuyoq qismlarini ham qarang, o'ta bo'lakcha. Azarti kuchli mol ekan. Shunaqa. Otlar bo'ladi. Qolganmi mol, ammo o'ta maza. Yeb ichishi, sog'lig'i o'ta zo'r. Xulqi? Xulqi ham yaxshi? Vobshe zo'r xulqi. Nech pul? Hop. Rustamjon, balanddan kelmaylikmi? Maqsad sotish. Yengil qilib bo'ladi. 17 million 500 ming kami bor. 17,5. Bor, ana 17 million 300 mingga savdo qilib olasiz. 17 million 300 yana savdosi. Zo'r. Xo'p. Ketdi aka. Lekin molda to'ki bor. Mol yaxshi. Hop, mayda gibridimiz bor. Buni shu qara bo'lsa o'rtacharoq. Bilasiz, hali bo'yini 1 metrga olishaversin. Hali bor narsani aytib ketishni yaxshi ko'raman, to'g'risi. Kimga qanaqa, lekin molni korpusi butun. Gap yo'q. Kimgadir desa mana qarang, korpus qismi o'ta zo'r mol. Prosta jindek qarav o'rtacha. Suyagi yaxshi, ertaga semirgandan keyin
sifat haqiqatdan boshqa javob bo'ladi. Puchmol bo'lib qolmaydi. Ha, shunday. Ammo gibridligi ham chotki zo'r. Qarang. Baquvvat, просто jinday o'rtacha qaragan xolos. Shunday. Mana bu. Hammada sharoit har xil, pushti tumshuq. Eng qiziq oq kiprik, pushti tumshuq, oq bosh. Hayda. Toza gibrid. Qaro o'rtacha bo'lgan ekan. Moldami ayb desak, ayb qarovchida ekan. Chunki nimani tashlasang yeydi. Shunday, shunday. Bio. Hop, buni 12 million so'm. 12 million so'm. Kami bor. Endi agar mana shu gavdasiga mol jinday badan olib agar shuni kiloga kelib qolsa bilasiz. 2 million 2,5 million qo'shiladi. 15-14 abag'da. Shunday, ammo ost qismi qarang, katta osti. Marjon, mol. Yemagan joyi yo'q. Mana tuloga o'zi kelgan. Gap yo'q. O'tib berasizmi? Ozmas. Bu Rustamjon o'z haqiqiy obunachilar uchun tortishyapsiz siz. 11 million 500 mingga kami bor ekan. Ey gap yo'q yashang. Bonus bo'lsin. Bomba bo'ldi lekin. Narx arzon bo'ldi. 11 million 500 aka ukalar. Jinday kami ham bor, 100 ming 200 ming emas. Ey. Balki bas qo'llab-quvvatlab tursin, xudolar zo'r, mana qarang. Kichkina demang, bizni deganidan-da. Ana aka ukalar. 4 tasi 4 yerda. O'ta ideal mol. Qarang Rustamjon. Bo'ylarni aytaymi? 95 plyusdan olishyapsiz. Nechta? 4 tasini? 4 tasini bir joyga. Bir savdo. Mana birinchisi. Optim. O'ta zo'r. Yosh oyligi 3 oylik plyus minusida. Mana 100% o'tashaga kirgan, ha? Kirgan 100%. Mana shu jicha bo'shatib oling. Mana. Ana shu. Ya bu endi o'zini ko'rsataman, rasmga tushaman deb turibdi-da, mana qarang. To'qolmidi mana shu? To'qol. Mana shunisi to'qoladi aka. Xo'p, endi buni bizni bitta qo'yib qo'yamiz, Ustamjon. To'rttasi bir qo'ra aka ukalar. Shu molni ham bitta ko'rib olsinda. Bitta qo'raga tashab qo'yib boqildi. Hayda. Mana qarang, turishni qarang. Haj jonivor. Mana buni qarang, molni. Kelib o'zim ham shu oz oldim, mashmol. O'ta ideal. Mana mol. Korobkani qarang molni. Mana shu yerga bitta like bosishadi, xudo xolasa, baylar. Mana shu mol ham o'ta bo'lakcha sir bo'ladi. Hayda. Ketdi. Ikkitasi bitta. Mana uchinchisi, ha? Uchinchisi rossiyskiy. Ola qoraligini ko'raymi? O'ta cho'tki bu ham, bichimi ham zo'r. Molni shoqi ham hali nimaga kelmagan. Ammo bular 100% hashakka kirgan. Xolasa to'talasini to'qol qilib qo'ysin, yugurib. Zo'r bo'ladi. Bilasa yoshi avjida. Hozir o'sha isletgan yoshda 15 kundan keyin kuydirsa ham bo'laveradi. Hozir tayyor, mana qarang. Voy, joning sog' bo'lsin. Ustamjon o'tkazgan vaqtlarga achinishmaydi. Narx ham o'ta qulay bo'ladi. Yo'q, gap yo'q. Ishonavering, hozir siz o'ylayotgan, kutayotgan narxlardan ancha qulay bo'ladi, xudo xolasa. To'rttasi bir savdo aka ukalar, lekin mollari sifati sortiga baho berib qo'yasiz. Mana qarang. Shashkasidan, ha? Haqiqiy polvonidan aka ukalar, orqani qarang. Ayiq polvonidan deganlarga. Mana shu mol bitta oldi qismini ham olib bering-da. Qarang, uncha buqa hijolat. Xudo xolasa. Molni bichimi o'ta zo'r. Ko'kragi orasi ham keng ekan mol. Oldi tuyoq. Tanlab saralab olib kelindi Rustamjon. Agar bitta shunday g'ov qilib, bitta zagon chaqirib, shunday qo'yib yuborsangiz zo'r bo'ladi. Hop. Bo'ylari 95 plus holatida 1 metrga yaqinlab qoladi. 95 plus. Narxi bir joyga 11 millionni kutayotganlarga xato, 10 million 500 ming ham xato. Yo'q, ha? 10 million so'mdan beraman. Men 11,5 abani kutib. Yo'q, 10 milliondan. 10 milliondan. Dehqonamizga arzon berdi. Hey gap. Bu kishi zaruratga sotdi, men ham arzon berdim. Gap yo'q. 10 million so'm. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim hali hayratda qolasiz, Rustamjon. Ha. Bugun ertalabda Xudoyim hammamiz rizqimizni ulug' qilsin. Ishimizga rivoj bersin. Chorvasiga baraka bersin deganlarga 9 million 8 mingdan bir joyga ketdik. Gap yo'q. 9 million 800 ming so'mdan. Bir joyga ketdi. Lekin bomba bo'ldi narx. Ichida 2 dona tanlab olaman degan odamga 10 million so'mdan tanlab olishaveradi. Nomard bo'lmaydi, mardga mard. Gap yo'q. Ketdi. Ketdi ishqibozlariga aka ukalar, xohlasangiz 10 million so'mdan ikkitasini tanlab olavering. Laboyni. Ustamjon soniga ish qilamiz. Xudoyim barakasini bersin. Haftada 2 marta video qo'yib turaylik. Xudoyim barakasini bersin. Endi ana bu yerda kam xo'rid, hamisha xo'rid. Shunday. Hop. Shunday. Bularni shunday ekan 1 metrdan bular. Oq quloq, oq tumshuq ostilarigacha oppog'idan, ha? Mana shved ishqibozlariga. original Rustamjon shved. Mana qarang, bu ham salonga tushmagan olgan xolos. Mana qarang, bo'ldi. 100% shashakka kirgan. Bitta ostilarini ko'rsatib. O'ta dahshat. Voy gap. Uncha katta molda ham yo'q bunaqa osti. Oq quloq, oq tumshuq ostilarigacha oppog'idan. Liniyasini ham qarang Rustamjon. Palasasi bor edi. Eng qizig'i buni ham to'qolida.
To'qolmi? To'qol. Haligisi o'sadigan shoxdan emas. Voy gap. Kichkinagina shox. Nari o'smaydigan shox bo'ladi-yu. Mhm. Ammo qarang molni. Yakka o'zini aytamizmi? Bitta aytib qo'yaylik. Shu paytda Olib kel. qo'y. Ha. Olib kelgan uni. Lekin mana o'zi ham boshqacha ekan, gibrid ham. Shveddan ko'ra gibrid ham boshqacha ekan. Bitta meni aylantiring, yurg'iz. Ha, sekin. Ha, o'tiravering. Ashunday. Voy. Originalidan aka ukalar, mana. Gibrid tozasi bo'ladimi deysiz, mana tozasi. Haqiqiy push tumshoq, oq bosh, oq kiprik variantida. Udar. Bo'yi nariga nisbatan dadilar, asala. Ha, bu 1 metr plyusda. Ha, 1 metr plyus. Nariginisi 1 metrga jinday kam. Mhm. Lekin bilasiz, bu hali bo'yiga, sifatiga sotiladigan narsalar emas. Mhm. Hop, endi buni ikkalasini bir joyga qo'yib qo'yaylik, ha. Ha. Bilasiz, gibriddan toza shvet o'zi 1000 dollardan bo'ladi, tug'ilishi ham deyarli. Mhm. Bular rostmana o't qo'shakka kirgan. Yosh oyligi deganlarga bu 4 oylik plyus minusida, unaqa go'dak narsalar emas. Mhm. Shapaloq quloqligini qarang buni. Quloq. Haqiqat. 13 milliondan bo'ladi bir joyga, kami ham bor. 13 ta. Buni 14,5 kami bor, 14 kami bor. Orcha narx keragi yo'q. Sababi maqsad sotish. Mhm. Ana shu yerga like bosishadi, qo'llab-quvvatlab tursa, xudo xolasa. Siz bilan biz izlanishdan charchamaymiz, to'xtamaymiz. Like deb bosib qo'ying aka ukalar, havas qilganlar yetqizsin hammaga. Ustamjon, Ozman bonus qilib bering. shunchasi qulay bo'ldi, ha. Chicha bo'lsa ham. Endi buni ichcha so'ramang. Bir joyga 12 million 500 mingdan hayri sunnatiga kami bor. Gap yo'q. Tanlab olishga plyus yo'q. Bo'laverdimi? Ha, tanlab olishga plyus yo'qmi? Plyus yo'q, bor. Gap yo'q. 12,5 dan. Bir joyga olasin, zo'rg'a o'tib beraman, xudo xolasa. Gap yo'q. 12,5 million so'mdan aka ukalar ketdi. Mana bu. Ishqivoz bo'ldim deganlarga oling, maza qiling. Mana qarab qo'y. Uzoqroqdan olib berang, ha. Shapaloq qulog'idan deganlar. O'ta beyormon. Mhm. Sutga ishlaydigan mollar, xudo xolasa. Ketdi. Xudo xolasa hamma assalari uchun donaga ham, optimga ham savdolar mavjud. Aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab o'ylanmasdan telefon qilaverasiz. Dastlabkilar bor. U yog'iga kelishilgan holda O'zbekiston hududida bo'lsangiz, xudo xolasa imkon qadar yetkazib olib berish-ko'ring. Ustamjon realni olaman degan odam niyat, pok niyat butun bo'lsa, xudo xolasa vodiy bo'ylab uzoq uzoq yetib boradi. Mhm. Shu Zetni respublika bo'ylab yechib boradi. Muqim aniq savdo qiladigan odamga sotaveramiz. Xijolati yo'q. Gap yo'q. Zakalat tashab berishar, mol yetib boraveradi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.